Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan biz o'tgangi sonlarimizda nimalar o'rgangandik? Bayroq, davlat bayroqlarini topishni o'rgangan edik. Hozir Muslima bilan Sarvarbek davlat bayroqlarini nima kubik rubik orqali yasab beradi. Tayyormizmi? Kun chiqar mamlakat qaysi? Kun chiqar mamlakati Kanada. Yo'q. Qozog'iston. Bayroq qizil va oqdan iborat. Qizil va Kanada. O'rtasi qizil yo'q. O'rtasi qizil. Sirti oq. O'rtasida yumaloq. Yaponiya. Demak hozir biz kim birinchi Yaponiya bayrog'ini yasab berishni ko'ramiz. Tayyormizmi? Nima dedingiz? O'rtasi qizil bo'ladi. Yaponiya bayrog'i. Landi o'yin boshlandi. Bo'ldi. Qani? Kim birinchi yasab bo'ldi? Demak, ikkalang ham deyarli birdek yasadingmi? Demak, mana bu mayintani birini qo'lga kiritamiz. Qani oldinglarchi? Mana bunisi. Barakalla bolajonlar. Xayrlashamiz.